Yandex Uzbekistan Allplay platformasini xarid qilmoqda. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Yandex Uzbekistan bilan Allplay platformasiga egalik qiluvchi All Media Safe Service va Anyway tashkilotlari ulushlarini xarid qilishga doir arizaga rozilik bildirdi. Shuningdek, bozorda Yandex kompaniyasiga tegishli Kinopoisk raqamli platformasi ham onlayn video va audio kontent uzatish xizmatlarini taqdim etadi. Maxsus komissiya bitim tadbirkorlar va yakuniy foydalanuvchilarga bir tomonlama ta'sir ko'rsatmasligi maqsadida oldindan rozilik berish to'g'risida qaror qabul qildi. Asosiy shartlar bozor diskriminatsiyasi va raqobatni cheklanishi xavfini oldini olishga qaratilgan. Talablar qatoriga Allplay platformasining mustaqil bozor ishtirokchisi sifatida faoliyatini saqlab qolish, raqobat to'g'risidagi qonun va vazirlar mahkamasining 256-son qaroriga rioya qilish hamda foydalanuvchilar va tadbirkorlar huquqlarini cheklashga olib kelish mumkin bo'lgan harakatlarga yo'l qo'ymaslik kiradi. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring hamda Capital.uz kanaliga obuna bo'ling.